Nurafshonning birinchi ochilgan filiali Sebzorga siz bilan bugun sayohat qilamiz. Markazimiz faoliyat ko'rsatayotganiga 12 yil bo'ldi. Markazimizda asosan autizm tashxisli, nutqida kamchiligi bor, aqlan orqada qolgan farzandlar bilan aboterapist, psixolog, logoped, defektologlar professional ish olib borishadi. Hozir biz art terapiya xonasidamiz. Art terapistimiz Gulnoza farzandimiz bilan ish olib boryaptilar. Gulnoza, siz nima ish qilyapsiz hozir farzandingiz bilan? Mayda motorikasi uchun plastinda ko'rgan shaklini yasash, ya'ni bu ko'rgan tosh shakllarini qo'lida his qilib yasaydi. Abbos, bajar. Aylantir. Kattaroq tosh ekan, kattaroq qilib bosamiz. Mustafo bilan nima ish olib boryapsiz? Hozir men o'quvchimga mehmon kutishni o'rgatyapman. Mevalardan kompozitsiya qilyapmiz. Bu xonamiz defektologik xona bo'lib, bu xonada Lobar, logoped mashg'ulotlarini olib boradilar. Lobar, Imron bilan nima ish olib boryapsiz? O'quvchim Imron bilan birlamchi nutqini chiqarish uchun hayvon tovushlariga taqlid qilyapmiz. Молодец. Me. Nima ish olib boryapsiz? Vizual yordam orqali savollarga javob berish jarayoni. Odilbek, nima yeysan? Nima yeysan? Barakalla, молодец, Odilbek, somsa yeysan. Halima, hozir sen bilan R tovushiga ishlaymiz. Dir deysan, hop. Dir deydi. Молодец, Halima. Hozir biz barmoqlarimizni to'g'ri qo'yish orqali musiqa chalishni o'rganyapmiz. Rilsi, kuh. Men hozir o'quvchimiz Saydamir bilan ikkala yarim sharni rivojlantiruvchi mashq olib boryapman. Barakalla Saydamir, bajar. Barakalla. Bu intensiv xonamiz bo'lib, bu xonada tarbiyachi bolalar bilan shug'ullanadi. Biz hozir administrator Husniyani oldidamiz. Husniya grafik asosida farzandlarimizning kelganlarini pedagoglarga joylaydilar. Husniya, hozir nima ish qilyapsiz? Hozir hamma bolalarni grafik asosida to'ldirganman pedagoglarda. Hamma bolalarimiz grafik asosida dars bo'lganligi uchun Sebzorimiz tinch. Bu markazimizning ustunligi bolalarimizni vizual rivojlanishiniga har bir xonaga logotiplar o'rnatilgan. Sebzor filialimizdan tanishtirib chiqqan mutaxassisimiz, bu filialimizdan bosh mutaxassisi, 30 yillik ish stajiga ega, shundan 15 yili maxsus maktab rahbari bo'lganlar, hozirda bizning filialimizning bosh mutaxassisi hisoblanadilar. Muazzam Yusufjonovna bo'ladilar. Bizning Nurafshon markazimizni Toshkent shahrida Sebzor, Yunusobod hamda Beruniyda filiallarimiz bor. Ular lokatsiyalar bo'yicha juda ham qulay, bemalol konsultatsiyalarga yozishingiz mumkin.